Assalamu alaykum. Kerak hafta savdo podpischiklari sog'omonmisizlar? Sizlar bilan görüştürganimizda yana xursandmiz. Yine bugün 15 dekabr xudo xolasa navbatdagi savdomiz Cobalt avtomobili bo'ldi. 24-yilning oxirida 15 dekabrda chiqqan kuni 2-yil 15 dekabrda sotildi yana. 24-yil metallari bor, 16 ming yurgan, chexol polik qo'yilgan. Mashinamizni o'zimizning qo'shni mahalladan O'shardan kelgan Nodirbekka 140 milyon so'm pullar naqd pulashtirib berdik. Nodirbek Rossiyada 7 yil ishladim dedi, bir buaga bir podarka ating mashinada niyat etib ekan. Atasına yine podarka etib berayotir xudo xolasa. Nodirbek, tabriklaymiz sizni. Rahmat. Şu Kerak yaptı savdo. Kerak yaptı savdo görüp gelmedik. Yaxshi oydin mashin. Toza mashin garantiyali. Toza mashin garantiyali. Uka, ayoq yarashqa indiki bundan kettasini olg'aysan, men bor tabriklayman. Kelaverasizlar, hamma turdagi mashinlarimiz, boynan mashinlarimiz ko'paydi. Damaslarimiz ham bor, har xili. Hozir endi yetdi, keladi, Mo'kaya ko'pisi ketdi. Shu mashinamiz ham sotiladigan. Mana tex pasporti. Esa azondan farmit etarmiz, xudo buyursa. Yaxshi.